Nima deyapsiz? Call centerda muammo bor deyapsizmi? Bitta call center olishimiz kerak. U kuni bo'yi aloqaga chiqib turish kerak u kelgan ditlarga. Mana men Ilyos aka bilan call center buzu. U ishda bo'lsa yoki unga birorta mijoz telefon qilib gaplashayotgan bo'lsa, avtomatik o'sha odam menga tushadi. Demak, undan muammo yo'q. Siz oldin muammoni isbotlab bering. Mana yerda aybingiz bor ekan deb isbotlab bering. 200 ming so'm premiya beramiz. Har bittasiga. Har bitta ayb. Mana shu mijoz, mana palonchi mijoz javobsiz qolibdi deb turib bizga olib kelib bering. Biz shuni bartaraf qilamiz. 200 ming sizga chilinga aytib kassaga urib qo'yamiz. Siz tashxisni bering bizga kasalimiz haqida, tashxisni bering. Har bitta diagnozga shunday 200 ming olaverasiz. Ama yaxshi kallarni ishlatsa boyib ketadi bu. Ha, bizda boyib ketish oson. O'sha har bitta topilgan aybga 200 mingdan kelishdik-a bo'lmasa. Kelishdik. Kelishdik.